Dada, men kibersportchi bo'lmoqchiman. Nima sportchi? Kibersportchi. Nima bo'la u? Kibersportchi degani telefonda har xil o'yinlar o'ynab, turnirlarda qatnashib, katta sovg'alar yutib olaman men. Bacham, undan ko'ra yer o'g'daraylik, ekin ekamiz, hosil olamiz. Ana bizlar katta yutug'imiz bo'ladi-da. Dada, lekin men hozir o'ynaydigan PUBG Mobile o'yinida zo'r yangiliklar bo'lyapti. Hozir o'yin 7 yillik nishonlanyapti. Unda noyob kolleksiya buyumlarini yutib olishingiz mumkin. Undan tashqari maxsus jamoa bilan rasma tushish nuqtalari ham bor. Hozirda o'yinda Navro'z tadbiri ham bo'lyapti. Vazifalarni bajarib, tematik avatar va ramka olishingiz mumkin. Ko'ryapsizmi dada, bu o'yinni qanday o'ynamaslik mumkin? O'ynash kerak ekan bacham. Masalan, mana yerdan hozir ekin hosil olsak, ozgina pul bo'ladi. Bundan nima pul bo'ladi bacham? Nima deyapsiz dada? PUBG Mobile o'yinida har xil turnirlarga qatnashib, katta pullar ham yutib olish mumkin. Qancha pul yutsa bo'ladi? Masalan, zo'r kibersportchi bo'lsangiz, turnirlarda qatnashib 2 million dollargacha yutib olishingiz mumkin. Oting dada, oting. Yordam ber bacham.